937 sonli qonun bo'yicha navbatdagi qiziqarli savol. E'tibor qiling, balki siz uchun ham manfaatli bo'lishi mumkin. Demak, assalomu alaykum. Biz yashab turgan uyimizni dadam bundan 12 yil oldin egallab olganlar va uy qurganlar. Ammo dadam 4 yil oldin vafot etdilar. Mana shu uyni o'zimni nomimga rasmiylashtirib olsam bo'ladimi debdilar. Demak, aziz do'stlar, e'tibor qiling, bundan 12 yil oldin o'sha bularni otalari shu yerni egallab olganlar o'zboshimchalik bilan va u yerda o'sha uy ko'targanlar. Hozir xatlov jarayoni bo'lyapti. Mana shu xatlovda shuni o'zimni nomimga rasmiylashtirib olsam bo'ladimi degan savolni qo'yaptilar. Bu savolga 937-sonli qonunning 21-moddasida javob berilgan. Demak, diqqat qiling. Yer uchastkasi o'zboshimchalik bilan egallab olgan shaxs vafot etgan taqdirda binolar va inshootlarga bo'lgan huquq hamda yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqi ushbu vafot etgan shaxs nomiga e'tirof etiladi. Demak, aziz do'stlar, vafot etgan shaxs nomiga birinchi e'tirof etib olinadi. Nega? Bu yerda adolat prinsipi bor. Vafot etgan shaxsni bir nechta farzandlari bo'lishi mumkin. Va mana shu huquq e'tirof etilgandan keyin meros harakatlari amalga oshiriladi va ularning orasida taqsimlanadi yoki boshqalarning roziligi bilan bitta farzandga qoldiriladi. Agarda hozirgi yashab turgan odamni nomiga rasmiylashtiriladigan bo'lsa, unaqangi holatda o'sha mulkiy nizo paydo bo'lishi mumkin. Aka-ukalar, opa-singillar rozi bo'lmasligi mumkin va shunga o'xshagan boshqa ko'ngilsiz hodisalar yuzaga kelishi mumkin. Ana shuning uchun ham marhumning nomiga hujjatlashtiriladi. Undan keyin keyingi harakatlar amalga oshiriladi. Ma'lumot foydali bo'ldi degan umiddaman. Salomat bo'ling.